O'zbekistonliklar 2025-yil boshidan beri kiber jinoyatlar oqibatida qariyb 1 trillion 900 milliard so'm zarar ko'rdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Tergov departamenti boshlig'i Ramazon Ashrapov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonda 2020-2025 yillarda kiber jinoyatlar soni 11 baravarga, ya'ni 4865 tadan 62440 taga ortgan. Bu jinoyatlar ortidan fuqarolarga jami 3 trillion 730 milliard so'm zarar yetgan. Shundan 1 trillion 890 milliard so'm 2025-yilning 11 oyiga to'g'ri keladi. Ashrapovning bildirishicha, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha raqamli laboratoriya tashkil etilgan. Fuqarolarning bank hisob varaqlaridan mablag'larni noqonuniy yechib olishga yo'naltirilgan eng xavfli va ko'plab fuqarolarga zarar yetkazgan 483 ta phishing turidagi zararli dastur aniqlanib, faoliyati to'xtatilgan. Avvalroq O'zbekistondagi kiber jinoyatlarning 98% bank kartalari bilan bog'liq ekani ma'lum bo'lgandi.